yurtboshimiz diniy soha xodimlariga ham katta e'tibor qaratdilar. Imom domlalar, noyiblar, oti noyilar, muazzinlar, hatto masjid qorovullari, farroshlarigacha alohida prezident hadyalari taqdim etildi. Dinimizga va qorilarga shu darajada katta e'tibor qaratyaptilar. Albatta Alloh taolo yurtboshimizni, aziz boshlarini omon qilsin, umrlari uzoq, sihat salomatchiliklari ziyoda bo'lib, inshaalloh bu yurtimiz, millatimizni ravnaqi uchun har bir oldilariga qo'ygan islohotlar amalga oshib, inshaalloh qisqa muddatlarda yurtimiz dunyo e'tirof etadigan eng yuqori cho'qqilarga chiqishligini Alloh taolodan so'raymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalomu alaykum. Mana bugun ulug' Laylatul Qadr kechasida xatmining oxirida Ramazonda ulug' kunda uchrashib turibmiz. Hozirgina Navoiy shahrida Alisher Navoiy masjidida majlis bo'lib o'tdi. Majlisda hamma qorilarga mana prezidentimizdan bo'lgan mukofotlarni berishdi. 10 milliondan prezidentimizga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Duodamiz inshaalloh umrlari uzoq bo'lsin. Mana Ramazonni oxirgi dahasida turibmiz. Ayniqsa mana bugun xatmi kabirlarimiz butun yurtimizni hamma masjidlarida tugaydi. Duolar qabul bo'ladigan kunlarda, ya'ni ko'proq qabul bo'ladigan kunlarda turibmiz. Muhtaram yurtboshimizni bu qorilarga, Qur'onga bergan e'tiborlari munosib mukofotlanadi Allohim subhanahu va taolo taraflaridan. Mana qorilarimizni hammalariga O'zbekiston yurtimiz bo'yicha hamma masjiddagi xatm o'tgan qorilarga pul hadyalari ulashdilar. Yurtboshimizni aziz boshlari omon bo'lsin.